من یکی از فعالان دهه می باشم. چند سال که می دانم این خانواده یعنی سیفالدین فارا می دانم که در دهه یکی از کمبیزاهات های عائله می باشد. پیش 2 فرزند داشت، روسیه رفته کار میکرد می آمد. روزگارش پر نمیکرد. من چند سال شد که با روسیه رفته نتونست. Otam har kuni erta bilan ishga chiqib ketaveradi. Terib keladi, temir so'rab keladi, oxami harim deb oladi, keyin menda kelib sotadi. Rossiyadan keluvdi, allaqachon keluvdi. Menda keyin Rossiya javob qoldi, keyin ketolmay qoldi otam. Keyin men shu yil agar Rossiya ochilsa, Rossiyaga ketadi, agar ochilmasa, keyin tavga jer qiladi, tavga narsalar yegadi. بعد دیدم که فرزندانشون همش به شهادت ما بوده، در مکتب قبول نکرده سر کردن. بعد با التماس من چند بار همین فرزندانشون برده در مکتب موندم. تشکیلات چشمه دا التماس کرده، گفتیم که همین عائله کمبیزاد می باشد، گفتم همون یاردم کنیم. بعد این تشکیلات اون چشمه یاردم کرده، همین شهادت ما گرفته دادم، بعد مکتب قبول کردن. Molimga garta hashab beraman, keyin istimni kiyinaman, maktabga boraman. Yugamizning sumkamiz yo'q-ku. Jumla az kalima va ibora soxta. Maktabga boraydim, qaytarib yuboraydi. Shunday shahodatnomang yo'q deb, qog'ozlaring yo'q deb qaytarib yuboraydi. Babam keyin bir qog'oz berdi, shu bilan o'qibtirdim. Keyin bo'larim hammasi borib siyrak kopyasini hammasini tayyorlab keldi. Hamma ukalarimga ham qilib keldi. Adabiyot xamin armiyaga boraman, o'qishlarga boraman. Armiyaga ishlayman. Miltiq otishga qiziqaman-da.